Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Dehqonlarda bo'layotgan Şinjan Sabah madaniyat tarqitish chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo yemeklik chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stinglar Nazgul Tursunjon. Yenimdiki bu yoq bo'lsa, o'zining mana shunday chiroyli tabassumi bilan, eng muhimi chiroyli ijodiyatlari bilan har millat xalqiga o'zgacha huzur ato qilib kelayotgan bizning ijodiyatchimiz ham yaxshi naqshchimiz Keremjon Mamatali. Qarshi olamiz. Rahmat. Keremjon, bugungi Sabah kuyi programmamizda siz bilan mana shunday ham suhbat bo'lganimdan bek xursand bo'ldim. Ishlaringiz bek o'ngishli bo'lsin. Mana shu, rahmat sizga. Qani, ekran oldidagi do'stlarga bir salom yo'llaytamsiz? Ekran oldidagi do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun shu go'zal sahnamizda, go'zal riyosatchimiz bilan birlikda sizlar bilan yuz ko'rishgandan ayt xo'shalman. Rahmat Keremjon. Hamda ijodiyat deb tilga olsak shundoq osondek bilindi. Lekin bir narsani yo'qlikdan borliqqa keltirish intayin mushkul jarayon. Balki hamda u bor narsani andaq-mundaq o'ngshab, uni vujudga chiqarish u yana bir jarayon. Shuningdek, men shu ijodiyat degan bu ufqimga va ijodiyatchilarga bo'lgan hurmatim boshqacha yuqori. Keremjon izchil ijodiyat bilan shug'ullanib kelyapsiz. Bilishimcha, siz aytgan shu naqshlarning ko'pinchisi o'zingizning ijodiyati. Shundaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Masalan, bir aslayli ijodiyatlardan chiroyliqlarni. Shaxsan men o'zim eng yaxshi ko'rdig'ini yomg'ir. Sana aşıqman. Sana aşıqman. Seni shundoq yaxshi ko'raman. Chiroyliqsan. Hammasi ta'riflaydiganlar so'zlar. To'g'ri, to'g'ri. Hamma odam yaxshi ko'radigan, bu qizlar bek yaxshi ko'radigan temalar. To'g'ri, to'g'ri. Demak, hamsa Keremjonning shu hozirgi ro'y holdidan ko'rib turishga bo'ladiki, bir muhabbatlik qalb bor-da Keremjonda. Shunlashqa shu muhabbatini xilma-xil naqshlarga singdirib, shu chiroyli kuylarni maydonga keltiradi. Asli bilishimcha bir muzikant bu bola. To'g'rimi? To'g'ri, muzika akkordlashtiratdim. Hozir hamda ham naqshchi bo'lib ketdi. To'g'ri. Bu jarayonni bilib baqsaq? Men shu 2002-yildan boshlab muzik akkordlashtirishni boshlagan, undan keyin asta-asta tajriba mo'llashgandan keyin ijodiyat qilishni boshladim. Abdulla Abdurim ustozimizning rag'batlantirishi bilan 2007-yili Siz nomli naqshining tekstini Abdulla ustoz yozgan, ohangini men ishlab akkordlashtirgan, ko'pchilik muxili yaxshi ko'rdi. Undan keyin izchil shu muzik akkordlashtirish va ijodiyat kasbi bilan shug'ullanib keldim. Oxiri 2018-yilga kelganda 8 tal naqshamning MV'sini biraqla taqtib, yangi naqshlarni taqtidigan bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, men o'zimning sahna aqsidan, sahna oldig'imni, qadam og'inimni, ijodiyatni to'xtatib qo'ymaslik bilan birga naqshimni aytmoqchi bo'lganligimni ko'pchilikka e'lon qildim. Shundan e'tiboran ham sahna oldida ham sahna keyinda tang xizmat olib kelyotdi. Hamda ijodiyatchilarning ko'pinchisi shu sal chaparang bo'lib qoldi deydi-ki. Uxlamayman. Masalan, atdiganda asosan uyquga ketib qolgan vaqt. Kech bo'lsa, timtas shu vaqtda andan sizlar ijodiyat qilasizlar demasizmi, shundaqmi? To'g'ri, hamda kunduzi aloqalardan telefon keldi yoki uyning ishlari, har xil turmushning g'am g'usullari bilan kunduz odamning diqqati bir yerga markazlashmaydi ekan. Masalan, men kechlar o'tasam, ijod qilib o'tasam yoki muzika ishlasam, mening ba'zan bir do'stlarim hayron qoladi, yonimda o'tirib qolsa, midir-sidir qilmay 3,5 soat, 4 soat yo'q, midirmay o'tirib ketaman, o'rnimdan turmay. Lekin unda xo'p kelsimi, salomatlik yaxshi emas bo'lishi mumkin, hamda esimga kelsa harakat qilamiz. Esimizga kelmay qolsa, chunki shu bir melodiya, shu bir ahang yoki bir muzikaning bir delikini biz o'ylagan yerga yetkazolmaguncha biz harakat qilsak yoki telefon qarasak, u bo'lib qolsa, chechilib ketib qoladi. Demak, shu men aytamanki, ijodiyat qilmoq oson ish emas. Ijodiyat qilsaqlam hisob emas, u cho'qim hamma narsa uyg'un kelgan bo'lishi, eng muhimi har millat xalqiga yoqqan bo'lishi kerak. Undaqda yangi ijodiyatlaringiz bilan yana davomli har millat xalqiga zo'r berishingizga tilakdoshman. Rahmat. Undaqda Sabah kuyimizdagi bugungi yangi kuy Qarindosh. Qarindosh. Qani, birlikda anglaylik. Marhamat. Darding bo'lsa anglar qarindosh, yomon yo'ldan to'sar qarindosh. Darding bo'lsa anglar qarindosh, yomon yo'ldan to'sar qarindosh.
kalsa tenirkan Yıldız gibi çaknar kırındaş Karanlıkta kalsan tenirkan Yıldız gibi çaknar kırındaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Tadım eyler bari ni sana Özlep sidin keçi kırındaş Takdim eyler bari ni sana Özlep sidin keçi kırındaş Yıkılganda yüler tağ gibi Ana şunda esil kırındaş Yıkılganda yüler tağ gibi Ana şunda esil kırındaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Dilektiler o bəxtin üçün Medet birer o qalbin üçün Tağlardan aşar o senin üçün Yenilden ayrılmaz kırındaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Kırındaşın hem güzeldir mihri uçmaz uyultaş Kırındaşın vafadardır bir yıldızdaş kalıptaş Rahmat Keremcan. Sizga rahmat. Her bir ijodiyatingizda, her bir kuyingizda bir yangicha melodiya, yangicha hissiyat uyg'urilgan ekan. Albatta shunday chiroyli naqshlarni kunda anglasak nim degan yaxshi. To'g'ri. Lekin sabah kuyimiz mana shu orzularimizga yetkazadi. Balkim siz bundan bak mamnun bo'ldingizmi deyman. To'g'ri, shu sahnamizda biz yoshlar o'zimiz yaxshi ko'rgan eng esil kuylarimizni shu sahnadan foydalanib texmi ko'p kishilarimizga anglatsak, so'qsak albatta bek yaxshi bo'ldi. Bu bizning nihoyatda bir yaxshi, go'zal orzuyimiz. Shu munosabat bilan bizga shunday yaxshi sahnani yaratib bergan Sabah kuy sahnasiga rahmat aytamiz hamda uzluksiz sahnamizda sizlar bilan ko'rishib turishni umid qilamiz.
Biz hem şunun tilektaş. Rahmat. Keremcan her san programımızı bizden nurgulgan karxan şirketlerimiz qollab kelyapti. Çünki hamda naqşanlashni yaxshi ko'rmaydigan kishilar yo'qmikin deyman. Shundaqmi? Albatta. Albatta shular qatorida to'xtamay ilgirlab yo'l ichib mengayotgan bizning korxona shirkatlarimizmi mushu programmamizni qo'llab keldi. Shu munosabat bilan ularga rahmat aytamiz. Bu ham programmamizning tajdorligini olgan Qaydo shirkatimi izchil o'ziniki yangi xurishlari, yangi mahsulotlari orqali tasdiqimizni to'ldirib keldi. Endi bu ham programmamizda mana ko'pchilikka mundaq bir dapanji hammamiz bek tanıymiz buni. Mushu balalar yangi tili chiqqandan boshlab sözügül tursa iş qilib qeyri bu ay momaylarımızgacha hammaylar dapanjini bilmaydi. Allah yo'q deyman. Muhim so'rovlarimizda kam bo'lsa Kam bo'lmaydigan birinchi bo'lib deyarli qildigan tamoq say. Mushu dapanjini hamda uyimizda etib yeyishimiz uchun qulaylik yaratib, mushtaq bir mayliq dapanjiniki tetqusini chiqaribdi. Demak, hamda barbara mushu ishlovchi sistemlashib, texnik inchiklashgan sari xalq texnik qulaylik yaratib beryapti. Shunga Qaydo shirkatining bundan yana mushundaq yaxshi mahsulotlarni ko'proq ishlab chiqarib xalq sunishiga tilakdoshlik bildiramiz. Keremcan undaqda yangi kuyingiz orqali keng sahnamizni yana to'ldirishingizni umid qilaman. Uzun o'tmayli yiningizga kelma. Bo'ladi, shuni taqozomiz. Ko'rishaylik. Qadrli do'stlar, Şinjan Sabah madaniyat taqdid chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo yemeklik chekish shirkati tajdorligini olgan sabahki programmamizning bugungi sonini nishada oxirlashtirdik. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.